Oyimni ko'rgani borganimga ham 2 oy bo'pti. Yaxshiyam shu muloqot qilishga telefon bor. Gaplashib qo'ya qolaman. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oyi, yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Sizni ko'rgani ham borolmayapman. Rosa ishim ko'p. Ishga bor, uyga kel. Xullas, o'zingiz bilasiz-ku, oyi. Yaxshimisiz? Yaxshiyam shu telefon bor. Ovozingizni eshitib turaman, oyi. Sog'indim, lekin yaqinda boraman. Ishim rosa ko'p-da. Boshimdan oshib yotibdi. Bolam, yaxshimisan? Telefon qilasan bilaman. Lekin sog'indim. Ko'rgim kelyapti. Mayda chuyda ko'tarib kel. Manam g'animatman, bolam. Borsam oboraman. Tez kunda boraman. Yaxshi o'tiring, bo'pti. Nima qilaveradi? Telefon yaxshi yo'q aytangi. Oyimni sog'inib ketdim. Telefonda bitta hol ahvol so'rayman. Telefonda hol ahvol so'ramayman. Narsalar ko'tarib boraman. Oylik oldim-ku. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Voy, uyimni to'ldirasan, sen kelganingda xolodilnigim to'ladi, qizim. Biram xursand qilasan. Oyjon, sizga qancha olib kelsam kam. Hurmatli bolalar, oilani telefonda emas, tez ko'rgani boringlar, xo'pmi?